Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd sanolar, Habibi Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Azizlar, aqida suhbatlarini davom ettiramiz. Demak, insoniyat ikki qismga bo'linib ketdi. Butun insoniyat ikki qismga bo'lingan. Dindorlar va dinsizlar. Dinsizlar kim ekanligi ma'lum, hali Alloh taoloning borligini va birligini bilmaganlar. Dindorlar ham ikki firqaga bo'lingan. Musulmonlar va boshqalar. Ya'ni Alloh taoloning borligini va birligini aniq tan olganlar musulmonlar jamoasi va Allohning birligini tan olmasdan unga ba'zi bir narsalarni sherik qilganlar, bular endi sof dinda bo'lmaganlar deyiladi. O'sha musulmon bo'lmaganlar ham ikki qismga bo'linadi: ahli kitoblar va boshqalar. Ahli kitoblar mana shu Tavrot, Zabur, Injil kabi kitoblarga iymon keltirib, shularni ichidagilarga amal qilib yurishni da'vo qilganlar bor, lekin bu kitoblarni o'zgartirib yuborishgan insoniyat. Demak, u o'zgardimi bu kitoblar? Demak, tanazzulga uchragani shu. Endi musulmonlarga keladigan bo'lsak, musulmonlar haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Muhammadning nafsi bo'lgan Allohga qasam ichamanki, meni ummatim 73 ga bo'linib ketadi, shuning bittasi jannatda bo'ladi, 72 tasi do'zaxdadir deganlar mashhur hadis bor. So'rashdiki, ular kimlar yo Rasululloh? O'sha 72 tasi do'zaxda, bittasi jannatda ekan. Shu jannatdagilar kimlar desa, sunnat va jamoat ahli. Sunnat va jamoat nima yo Rasululloh deyishdi. Ma ana alayhi va ashabi, men va meni ashobim yurgan yo'l dedilar. Bas aqli bor musulmonga ahli sunnat va jamoat yo'lini tutishlik shart bo'ladi. O'z xayoliga va bid'atlarga ergashganlarning yo'lidan qochmoqligi shart bo'ladi. Xulosa shuki, bizning iymonimiz bor, baxtlimiz. Biz bu dunyo qanday paydo bo'lganini bilamiz, ya'ni Alloh taolo yaratganligini bilamiz. Biz dunyo o'zidan o'zi paydo bo'lgan degan tushunmovchiliklardan qutulganmiz. Bu baxt bu aslida. Biz Allohga hech narsani sherik qilmaymiz. O'g'li bor, qizi bor, xotini bor degan tushunchalardan yiroqmiz. Biz Alloh taolo bir zot ekanligining sherigi yo'qligini, tengi yo'qligini bilamiz. Bu baxt bu. Endi bir necha masala bor. Birinchisi, iymonimiz bor. Allohni tanidik, bildik. U butun borliqni yaratganini ham bildik. Keyinchi shu bilan bo'ldimi? Yo'q, endi shu Allohni tanishimiz va ungagina sig'inishimiz kerak. Yordamni, madadni, ikki dunyodagi baxt saodatni undangina so'rashimiz kerak. Va bu yo'lda ilm o'rganib, izlanib, to'liq anglab yetishimiz lozim bo'ladi. Masalan, savol ko'ndalang bo'ladi bizning oldimizga. Ahli sunnat va jamoat nima? Uni yo'li nima? Uni yo'lini qanday tutamiz? Ahli bid'at nima? Uni yo'li nima? Uni yo'lidan qanday qochamiz? Nasib bo'lsa, bu suhbatlarni ham qilamiz. Hozircha bitta alhamdulillah borki, biz Allohni tanidik. Bu katta baxt bu. Assalomu alaykum.